Salom do'stlar. Sizlar bilan bugun yana video Minecraft. Xo'sh do'stlar, men shu qasqa kursning 4-qismini olyapman. Xo'sh, men hozir mana shularni qurib olamiz. Do'stlar, boshda men uncha grafika topolmayman gapirishga. Gap topolmayman gapirishga. Xo'sh, nima desam, hozircha uncha Minecraft o'ynayolmayman-da. Chunki maktab bor, hozir darslar ham bor. Shu yil nechinchi sinfga kirib o'tganlar bo'lsa kerak. Maktab boshlangan o'zi qancha bo'ldi? Men ham bir 4 oydaymi yo 4 oy emas. Qanchadir yo'qolib ketdim-da. O'shdan obla soni ham kamayib ketdi. Lekin nashta maktabga borish ham sal unaqada. Maktabga borganda video olish ham qiyin-da. Lekin boshqa video olib ko'raman. Xo'sh, mana cho'chqani o'ldirayim. Cho'chqani pinasa tushadi-da. Kamon tushdi qandaydir. Mana ham o'ldiraylik. Bundan olton tushdimi shunday. Shuni yeb olamiz. Xo'sh, qani endi toshlar qurish boshlaymiz. Boshda katta uy uncha yaxshi, lekin narsa topish qiyin bo'ladi-da. Harakat. Bir fakkel bor ekan. Men bular o'zi hammasini qorong'i bo'lmasligi uchun qo'yaman. Chunki qurish hech qachon qurish mumkin-da. Bu yerda endi ko'p narsa quramiz, hali hech narsa. Toshim qolmabdi. Bu oxirgisi ham. Yana olib kelishimiz kerak ekan. Ha, o'ylab ket. Tosh quradigan kimdir kerak menga. Ustimdan kulib silamay. Bu yerdan bunday qilamiz. Mana. Ya, barakat. Bu qurish ham qiyin-ku buni. Blok qo'yish qiyin emas. Lekin boshda sakrab ketibdi-da. Xo'sh. Mana, xo'sh. Yaxshi, endi bu yoqqa qarab ketaveramiz. Qanaqa yo'q ketsagan. Qo'ysak bo'ldi. Endi bu yerlarni to'ldiraman kerak. Xo'sh. Mana uni olish kerak lekin. Shuni mana shu yoqqa qo'yib qo'yay. Ketishdimi darrov? Shu videolarni bilmayman, tez ketishadi. Andilar qaranglar, andil chiqadi, tepaga qarab qo'yib tashladim. Tatim bordi, tatim bilan tushdim. Tatim ham ishlab ketdi o'sha payt. Elitra bor, lekin men tatim bilan tushdim keladi. Chunki qalqon yaxshiroq tatimdan sizlarga aytsam. O'z qalqon bo'lsa, unaqa tatimni bir ishlatsak, lekin qalqonda yordam bermay qilish ishda. Kamon yo'q kerak emas. Kamon yo'q kerak emas. O'zi bittasi birstaga yetadi. Chunki unaqa ko'pay tugamaydi. Bu nima kerak bizga? Oltin bosh kiyim kerak. Nega deganda Nezerga boramiz. Nezerga boramiz hali. Buni tashlaymiz. Kerakmi? Kerak emas. Xo'sh, endi choyliqani. Xo'sh, bilasizlarmi? Xo'sh, mana bilan kichiklar, mana bilan sindirib chiqmoqchiman, chunki nima desam, boshda o'tish qiyin bo'libdi, chiqish qiyin bo'libdi. Hech tezroq kelishimiz kerak, chunki biz hozir tezroq qurishimiz kerak-da. Bular boshda qiyin bo'libdi-da, shu tosh kavlash uncha yoqmaydi menga o'zi. Nimadir kavlash uncha yoqmaydi-da. Ishlarda, lekin chatdan yozib tashlasham bo'ladi. Lekin kerak emas. Rasmlar kamsal kasal bo'libdi. Xo'sh. Bularni ham sindiramiz. Tezroq sindirsak shuncha yaxshi. Chunki lekin sherda o'zidan ham tosh kalib ketolmayman yurgan yurimga ham.
Xo'sh, buni buzamiz. Tamom. Ana chiqishga oson. Men oldin buni qazganman, faqat men boshqacha narsasi bo'lganda uyim kichkinaroq qurgandim. Tuyam bordi o'sha payt, kuchuklarim bordi. Shu o'rmonda topolgandim. U paytdagi mutantlarga qarshi mutant o'qdi. What the hell? Beroch qoldirishimiz kerak. Bu vaqtda narsa olishga yaxshi, temir ham borgani. Xo'sh, bu yerda nima deb qo'yamiz? Bu juda yaxshi joy ekan. Mana yana temir bor ekan bu yerda. Zo'r-ku. Mana shunda o'chib qo'ysak. Xo'sh, bu yer uncha o'zi bizga kerak yo'q, lekin nimasi kerak desam, sizlarga bu yerda narsalar ko'p bo'lish kerak-da. Qayerga kelganimizni bilib olaman. Hozir agar ko'p chuqur qilsak, bitta unaqa balki 2, 3 ga 4 ga bo'lishi mumkin. Endi Dragon portal topaman birga bo'lsa. Bo'lmasa yo'q. Olmadim kelsa, endi Dragon portal topishim mumkin. Yana tagiroq kavlasam. Endi Dragon portal istagan yo'qda bo'lishi mumkin. End portal. Endga boradigan portal topish o'shda oson emas. O'zi hech qancha kavlamaganmiz ham. Mana shu yerdan bilsak bo'ladi o'zi. Mana shu yerdan qarab hozir biz takka kirmaganimiz bilamiz. Biz endi chuqurga ketayotganmiz. Endi. Agar hozir pastga kavlasam ekan, tushay ekanmi pastga. Aytdim, ko'p pastga kavlash uncha yaxshi fikr emas. Agar shu paytda tek yerga kavlab ketaversam, menimcha bir shaxta paxta chiqib, men o'ylardim. Shu tatimman bo'lish kerak lekin bera. Men tatimman qo'yam qo'lga. Yap palakat. Mana. Endi toshlarni qo'yib qo'yamiz. Yegiligida muammo yo'q. O'chib ketadi mana. Agar bo'lmaganda. O'sha yaxshi. Bizda tosh vashda 2 stak toshimiz bor. Xo'sh, endi bularni olsak 3-stak ham biladi hozir. To'g'riga kavlasak, ko'rsa tosh ko'p topa. Suv bor ekan bu yerda. Suvda oqish maydoni sher ekan. Xo'sh, bunday qilamiz. Bo'lmadi-ku? Mana. Bo'ldi. Blok bunda qo'yish shart emas. Lekin qo'yish shart. Qo'yish bunda kerakchi. Och qolamiz bir. Farqi yo'q bizga. Lekin tushib ketishimiz ham mumkin. O'sha uchun hech bo'lmasa mana bunday qilib qo'yishimiz kerak. Yorug'lik sifatida shuni ishlatsak bo'larkan. Oxirgi kavlalar qanday chiqadi? Kirgan so'nggacha kavlayman. Vaqti ko'mir chiqdi yaxshi. Bo'ldi, bu yerga yo'q. Bitta, ikkita, 3ta. Ana shu 3-maydon. Endi bu yoqqa kavlab ketaveramiz. Qancha tosh ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bizga ham. To'g'risi aytsam, men bunaqa narsalarga ko'p chiqadi o'ylamagandim. Bunaqa bir joy kutmagandim. Endi bu yo'g'ini yo'q chiqib, pastga qarab kavlab ketamiz endi do'stlar. Uchta balala qilganim sababi hozir bitta balalikka tiqilib qolishimiz mumkin. Balki sakrab jang qilishimizga ham to'g'ri keladi. Chunki sakrab ursak ko'proq jon oladi moblardan. Balki nima desam, shu uchun 3 ta bo'lgani yaxshi. Balki bironta mob bo'larman, balki bironta kerakli narsani qazib qo'yish kerakdir. O'shani ochildi. Ya, buncha qiyin bo'lishi. Va mayli, endi buni qilib chiqamiz. Nimadir lito demoqchi edim.
Mayli, bu yerga mana bunday qo'yib chiqsak. Toshni isrof qilish deganda gap yo'qda o'zi. Bizlar toshdan bir hech nima yo'qmi? Bor ekan. Bor ekan. Shuni mana shunda qo'ysak, endi 3 tepalikni kavlash kerak. Umrim mana shu tosh kavlash bilan o'tib ketadi deyman she'ra. Shu yaxshiroq uslubini o'ylab topish kerak. Bitta uslub bor-u, lekin ishlashi uchun bizga ko'proq slime kerak. Slime emas. Oddiy shu taxta mayda itargichmi? Shunday bir narsa kerak. Bu boshda ham bitta ruda qo'yasizlar. Shu rudan tugatmasdan cheksiz qilib qo'yadi-da. Boshda Minecraft buggy. Minecraft uchun bug. Qayerdandir ouch degan ovoz kelyapti. Bitta zombi o'zini o'ldirmoqchi. Men uchun ham o'ldirayotganlar bor ekan o'zini. Like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar, unutmanglar shuni. Bizlar uchun bu like va obuna tugmasi kerak. Axir bu sizlar uchun qiyin emas-ku, bittagina obuna tugmachasi bilan like tugmachasini bosib qo'yish. Bitta barmoqcha bosishday gap bu. Endi tepaga chiqamiz. Yaxshigina toshga oldik, men ularni yopib chiqdiman. Ana tepaga chiqsak, qorong'i tushdi, kecham tushibdi-da. Lopatgacha olgan, qilishni olmoqchi edim. Ana endi ketdik kavlashga. Bitta uxlab olib, keyin kavlaymiz. Kavlashga yetmayotgan bildik, qayerga bildik. Ana yo'q qo'yib chiqishim kerak o'z birinchi. Shuncha toshga olamanmi? İşte bu kam bu yetmaydi göre o'zi. Hadi ko'p kavladim deb emayman. Boshda kam kavladim demoqchi edim. Buncha toshni bo'ka hamma kavloladi. Hattoki Kaizo degan Kaizo YouTube'larimiz bu va hamma taniydi o'zi. U bundan ko'p tosh kavlagan aniq. Har bitta videosiga menimcha. Chunki u Vardini qidiradi, Ender Dragonni qidiradi. O'sha ko'p tosh kavlaydi. Men esa hech qaysini qidirmayman, lekin ko'p tosh kavlayman. Ko'p tosh kavlamayman. Kam tosh kavlayman. Lekin men uchun bu ko'p. Lekin uy qurish ham oson bo'lmaydi-da. Menga bir chatga yozib turinglar. Menga nima qilishni ham aytib turinglar. Men nima qilishim kerak hozir? Saroyda qanaqa qurishim kerak, model rasm kerak menga. Bironta rasm kerak menga. Rasm kerak emas, lekin shu nima qilish chatga yozib tursangizdan bo'lardi. Albatta tosh qo'yib bo'laman, keyin shundan keyin menga bironta fikr kerak bo'ladi albatta. Bularni qo'yib chiqishimiz kerak tezroq. She'rda yuzda bir saydan ko'p topaqlim. Hozir bitta qatorda yuzda bir saydan ko'p tosh olibdi. Mana bekor qo'yildi. Vaqti pechgacha olib ekamiz. Yaxshi, bu boshda ishni kam qilganini bildiradi. Mayli, video ham tugayapti. Mana shu yerga qo'yay qani. Bu menimcha 4-qism edi, menimcha 5-qism bu. Bilmadim. Videoga like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Doimgidek oxiri shunday tugaydi. Hech nima bilmayman, lekin bu shu muhim gapda men uchun. Chunki men obuna like muhim. Sizlarni tomosha qilayotganlaringiz ham muhim. Tomosha qilib turib like bosmaslik bu razillik. Hazil. Like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Bak, keyingi videoni boshlacha olarman, keyin uni shu qasr qurishni olarman. Xayr do'stlar.